Mustafa İslam oğlu kim? 1960-yılı 10. ayının 28. günü Türkiye'nin Kayseri vilayetinin Develi rayonunda dünyaya kelgen bulup, başlangıç ve otur mekteplerini özü toğulgan yurtuda pütürgen. U bu mekteplerde o'qish bilan birga dadisidan qadimqi madrasa uslubida arabchadan sarf ve nahva, morfologiya ve sintaks darslarini o'rgangan. Yuqori islom institutida boshlagan ilmini bo'lsa, Azhar universitetining islom shariati fakultetida davom qilgan. Adabiy asarlari Mavra jurnali 1980-yil, Oyliq jurnal 1982-yil ve 1983-yil ve Dergayi jurnallarida e'lon qilinishga boshlagan. Oliy maktablar orasida elib berilgan she'r musobaqasida 1 ve 2 darajalik mukofotga erishgan. She'rlardan tuzilgan tunji kitobi Xiyolan Oyliq jurnal nashriyoti tarafidan 1987-yil nashr qilindi. Dunyoning har qaysi joylaridagi İslami hareket rehberleri bilen elip bargan söhbetleri 1989-yılı Aksen Neşriyatı tarafından yetekçiler bilen söhbet ismi bilen kitaplaştırılıp neşir kılındı. Kahire'de okuş ve okutish bilen şug'ullangan yıllarda bolsa, bir taraftan İslami tadqiqat ve izlenişler bilen şug'ullansa, yani bir taraftan ders berish bilen şug'ullandı. İzdiniş ve teraqqiyatning tunji asri bolgan İmamlar ve Padişahlar ismideki kitabını dal bu mezgilde yani 1990-yılı yazışqa başlagan edi. Buningdan başqa yana tunji sınaq asri bolgan Yürek Dövleti ismideki asrimi dal bu mezgilde nashr qilindi. Bunun bilan bir vaqtda 1990-yılı Safinaz Kazimining Fi Maslahatis Sufur Velil Hijab ismideki asrini ayolning hörliki ismi bilan türkçeге tarjima qildi. Birinchi qismini Qahirada yozishga boshlab, qolgan qismlarini Turkiyaga qaytgandan keyin yozishni davom qilgan. Anadolu'ning islomiy harakatlari hozirgi ismi İslami harakatlar ve oyoqda turganlar tarixi ismidagi chatma kitoblarni 1991-yildan 1993-yillarda arqa-arqadan nashr qildirdi. Hamda bu chatma asrning birinchi qismini Hasan al-Bayyumi bilan birlikda arabchaga tarjima qildi. Bu tarjima asar Darul Zahra tarafidan Juzurul Harakatil Islomiya fi Turkiya ismi bilan 1994-yili Qahirada nashr qilindi. Tadqiqot asri bo'lgan Yahudiylashish moyilligi ismli asri 1994-yili o'qirmanlar bilan uchrashdi. Bergen leksiyalardan redlangan tavsiyeler 1 ve 2 asri 1995-yili ve 1998-yillar arasida nashr qilindi. Qahira bilan Makka oralig'idagi safarida yozgan she'rlari Yasin ismi bilan 1991-yili nashr qilindi. Uningdan keyin barliq she'rlari Divan ismideki kitabıga toplab 1996-yili nashr qildirildi. Qahiradagi vaqtida bergan tafsir darslari bir tema ostidagi tafsir darslari ulgu nusxasi bo'lgan Atash risolasi ismlik asrga ratlab kirgizilib 1992-yili nashr qildirilgan edi. 1992-yili 10-oyda Qahiradan qaytganda başlagan tafsir dersi yoki 1997-yilgacha davom qilib, 30 parning hammasi muvaffaqiyatli tamomlandi. Bu darslar davom qilgan jarayonida adresi orqali naq maydondan tarqitilib mangdi va 1998-yili Tafsirul Qur'on, Tavilul Furqon ismi bilan ko'rinishlik va ovozliq DVD, video, audio planı boyunca 200 derslik bütün bir tefsir bulup tamamlandı. Körünüşlük tefsir dersi bilen bir vakitte başlangan hayat kitabı Kur'an tefsiri kerek bolgan uçuklaş. Ma'nisida elib berilgan Kur'an'ның Türkçe tercüme hizmeti tefsir bilen bir vakitte tamamlandı.
Ustozning hozirgacha yezishni davom qilayotgan Yangi Shafaq, Anadolu'da Vaqt, Aqit, Salam, Oyliq jurnal va Ribat, Meydan qatorliq yezitlarda e'lon qilingan maqolalar ismidagi kitobga Shafaq xotirlari, Hosul, yo'qlig'ingda yezilgan xatchaklar, urushmi to'xtatolmagan so'zlar, so'zning kuchimi yoki kuchning so'zimi, o'rinliqlar va o'rinsizlar qatorliq maqolalari oyatlarning nurida ismidagi kitobga kirgizib nashr qilindi. Yazarning o'zi bilan elib berilgan suhbatlar xotirasi bo'lsa, suhbatlar bir va bir yerdan o'q chiqartilgandek ismida kitoblashtirilib nashr qilindi. Mahbuslik hayotini kechirgan Gölcük va Anqara turmalarida intayin qiyin shartlardami asli Yahudi bo'lgan sharqshunos Ildaz Golzehirning islom va Qur'on mazmunidagi asrini arabchadan turkchaga tarjima qildi. Yazar 1997-yili inson huquqiga oid Halman Hammad nomidagi mukofotga noil bo'ldi. Ikkinchi qitimliq xalqaroliq fath ilmiy doklad yig'inida so'zlagan nutqi Yuraklarning fathi ismida kitoblashtirildi. 2000-yili 11-oyda diniy sohada g'ulg'ul qo'zg'agan 3 Muhammad otliq asri nashr qilindi. Amerika va Atlantida so'zlagan leksiyalari 2001-yili Hayotning qaytadan ihyosi ismidagi kitob shaklida nashr qilindi. Buningga ergishib nima qilish kerak, qanday qilish kerak, kim bilan qilish kerak ismidagi kitobi 2002-yili nashrdan chiqdi. Yozuvchining 1983-yili yezishga tutish qilgan Jahon Kezar ismidagi tunji adabiy kitobi 2002-yili nashr qilindi. Allohni tonish, bilish, tushunish ismidagi kitobi yozuvchining yuqorqi asarlarining orqadan e'lon qilingan asarlaridir. Buningdan boshqa yozuvchining doklad, leksiya, suhbat xotirlaridan tarkib topgan onlarcha ko'rinishlik asarlari bor. Yozuvchining kitoblarining ba'zilari hozirgacha arabcha, germancha, inglizcha, kurdcha, romancha, bulg'archa, albancha tillarga tarjima qilinib, nashr qilindi. Yozuvchining illiq bir oilasi va 5 farzandi bor. Ustozning nashr qilingan kitoblari Yurak davlati 1990-yil, İmamlar va sultonlar 1990-yil, Ayollarning erkinligi Safnaz Kazım, Fi Maslahatis Sofr vel Hijab tarjimasi 1990-yil, İslomiy tirilish harakatlari 1991-yil, Ativetish beg'ishlash risolasi 1992-yil, Baxtimcha 1992-yil, İman 1993-yil, Yahudiyleşme mahilliki 1994-yil, Tavsiyalar 1 1995-yil, İslam tafsir ekollari Ignaz Goldher 1995-yil, Divan She'r 1996-yil, Yurak fathi 1997-yil, Tavsiyalar 2 1998-yil, Hayotning yangidan barposi uchun 2001-yil, 3 Muhammad 2000-yil, İman Eni 2001-yil, Seyrani 2002-yil, Nima qilish kerak, qanday qilish kerak, kim bilan qilish kerak 2002-yil, Olamlarning Rabbi Allohni tonish, bilish va tushunish 2003-yil, İslomiy harakatlar va isyonlar tarixi 2006-yil, Hayot kitobi Qur'on va keraklik izohatlar, Meal va tafsir 2008-yil, Efendim 2008-yil, Vahiyning chashmalaridan tomchilagan meg'izliq so'zlar 2009-yil, Qur'on suralarining kimligi 2011-yil, Qur'onga ko'ra Allohning go'zal ismlari tafsiri 2012-yil, Sarxil oyatlar 2012-yil, Hasan Basrining Qadr risolasi va sharhi 2012-yil, 99 asma, Allohning go'zal ismlari 99 duo 2013-yil, Passib yaxshidan aktiv yaxshiga 2013-yil,
Yazmalar toplumi, yaşavatqan yazmalar. Əsəddur yazmaları, ta'lim-tərbiyə yazmaları, Peyğəmbər yazmaları, Qur'an yazmaları, əxlaq yazmaları, tarix yazmaları, iman yazmaları, fiqhi və ibadət yazmaları, Qur'ani və hayat yazmaları, sayahat yazmaları, din yazmaları, ümid yazmaları, hac və ömrə yazmaları, Qur'an və bayram yazmaları, vahdet, birlik yazmaları, siyaset yazmaları, medeniyet yazmaları, şəxsiyyət yazmaları, tənqid yazmaları, Ramzan yazmaları, xutbələr 2014 yıl, İslam nima 2014 yıl, chet el tiliga tərcümə qılınğan əsərləri, İslami hərəkətlər və isyanlar tarixi, Ərəbcə, Cuzrul Hərəkəti İslamiyə fi Türkiye, Yürek Dövləti, İngilizce, Kürtçe, Gollandiyaca, Bosniyaca, Albaniyaca, Azerce, Mongolca ve Kazakça, Yürek Fethi, İngilizce, Albaniyaca, Otvetiş, Bağışlaş Risalesi, İngilizce, Kürtçe, Kenyaca ve Azerice, Hac Risalesi, Azerbaycanca, Kazakça, Bulgarca, Uygurca ve Yugoslaviyaca, tevsiler Nemisçe, Albanca, Makedonca, Bulgarca, Kürtçe, Kazakça, Azerbaycanca, Bosniya tili ve Mongolca, Kur'ani hayat yazmaları, Arapça, alemlerinin Rabbi Allah, Bulgarca, Honca, Üç Muhammed, Bulgarca, Albanca, imamlar ve sultanlar, Azerbaycanca, şunun bilen birlikte ustazның o'quvchilari tarafidan xolisona holda 200 darslik Tafsirul Qur'on, Tavilul Furqon, ko'rinishlik tafsiri Uyg'urcha va boshqa tillarga xatlik qilib ishlanishga boshladi. Manba Mustafa Islom o'g'li To'rbeti.